Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Agar menim ummatim bu Ramazan oyında ne kadar rahmatlar, ne kadar savoblar bo'lganini bilsalar, yilning barcha oyın Ramazan oyi bo'lsin deb tilarlar edi." Barcha kishilik birlasha bo'lmasin yo'lidan yazgan nimetler keng Allohning xush kelasin Ramazan. Ey oylarning qadrlisi, roza tutu ajri, iftarlarda ovoz oshu yumsharta shol ko'ngil. Qaysi yerda, qaysi xalda jannatlarga to'ra yo'l, ko'ngilni jonni shistarta o'ylata turgan oy biton. Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Sahar oshag'iz. Durustlikda sahar rizqida barakat bor" dedi. Ya Rabbim, bu Ramazanni sening rizoling uchun tutdim. Senga gina iymon keltirdim. Senga gina tavakkal qildim. Sening rizqing bilan ovozimni oshaman. 12 oyning sultoni Ramazan bizga yaqin. Urazaga taravihga qarama bizlik salqin. Ey oylarning qadrlisi, roza tutu ajri, iftarlarda ovoz oshu yumsharta shol ko'ngilni. Qaysi yerda, qaysi xalda jannatlarga to'ra yo'l, ko'ngilni jonni shistarta o'ylata turgan oy biton. Ey musulmonlar, dedi Resulübüz, siz ulug' bir oyga kirdingiz. Bu oy sabrlik oyi. Sabrlikning savobi jannat bo'lacak dedi. Ramazan ayı hürmetli oy deb ataldı. Chunki bu oyda Qur'on indi. Kunlarning izgisi jum'a kun, kishlarning izgisi Qadr kishi. Bu kish yilda birgina bo'lar. Ming oydan da martabali Qadr kishi zikri. Izgi oyda izgi g'am